1.3 turbo Monzani eng arzonini O'zbekiston bo'ylab necha pulga ko'rdinglar? 5000 ga qo'yganlarni ko'rdim. 3000 ga ko'rdinglarmi? 3.5 ga ko'rdinglarmi? 2000 ga ko'rdinglarmi? Mana shu eng aytilayotgan narxdan ham eng arzonini hozir Hodiya Avto sizlarga yetadi. Xullas 1.3 turbo Monza, kraskalari top-toza, kirligiga ahamiyat bermaysizlar. Kecha Toshkentda yaxshigina yomg'ir yog'di. Mana shu havoyimizning asoratlari bilan akalar. Mashinani holati ideal. Tonirovka ruxsatnomalari bor, 4 yumshoq balonlari ham bor. O'zini radnoy diskalarida turibdi. Salon holatlari idealni bo'lib turibdi akalar. 51 ming yurgan ekan. Kraskalari top-toza, salon holatlari ham matviy holatda. Eng shirin joyini ko'rsataman akalar. Maza qilib yuborasizlar. Bunaqa kontent uchun bitta like bosib qo'yasizlar, tanishga jo'natib qo'yasizlar. Dodam, mana orzungizdagi avtomobil. Maza qilib yurasiz. Propan gazlarigacha qo'yib qo'yilgan akalar. Bemalol kelib turib Hodiya Avtodan xarid qilasizlar. Propan gazni ham o'zingizlar 1200 dollarga qo'ydirsanglar bo'ladi. Даже undan ham arzonga hozir boshlang'ich to'lov o'ynayapman. Akalar, 800 dollar bilan qilib bersam, nima deysizlar mana shu mashinani? Monza avtomobilini kraskasi tozasini. 800 dollar boshlang'ich to'lov berasizlar, yana qo'shimchasiga o'zingizlar uchun xarajat qiladigan joylar bor. Notarius, nomer, oldi sotdi, mana shu общий hamma xarajatingiz 850 dollar atrofga ketayotgan bo'lsa, u yoq bu yoq 1600 dollar olib kelinglar. Общий hamma narsalar shu yerda o'zi bitib ketadi. Viloyat nomeri ham shu yerdan taqib beramiz. Hodiya Avto sizni ishonchingiz uchun harakat qilyapti. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin jigar.